Assalomu alaykum, men doktor Boboyev. Bugun sizlar bilan aynan meditsina, tibbiyot juda rivojlangan hozirgi paytda nima uchun kasalliklar juda ko'payib ketganligini, ayniqsa bo'g'im og'riqlarining, suyak yemirishlarining ko'payib ketishi hamda kasalliklarning yosharib ketganligining asosiy sabablarini tushuntirishga harakat qilaman. Buning asosiy sabablarini 5 ga bo'lmoqchiman. Ya'ni 5 ta sabab hozirgi kunda aynan kasalliklar ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Birinchi sababi harakatning kamayib ketishi. Ya'ni hozirgi kunda internet tarmoqlari juda rivojlanib ketganligi va juda ko'p yetkazish xizmatlarining kuchli rivojlanganligi odamlarda harakat darajasining kamayishiga olib kelmoqda. Harakat kamayishi o'z navbatida mushaklarning qisqaruvchanlik funksiyasini pasayishiga olib keladi. Ma'lumki, mushaklar xuddi yurakka o'xshab harakatlanganda qisqarib, qon tomirlarini qisqartiradi va qon aylanishini yaxshilab beradi. Mushaklarning harakatning kamayishi mushaklar qisqaruvchanlik pasayishiga olib keladi. Natijada qon aylanish pasayadi, qon oqimi pasaygan payt qon quyuqlashadi va natijada tanada turli xil og'riqlar yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Buni yo'qotish uchun demak bir kunda o'rta miqdorda 4-5 kilometr piyoda harakatlanishni tavsiya qilaman. Ikkinchi sababi yeydigan mahsulotlarimiz. Yeydigan mahsulotlarimizda tez hazm bo'ladigan uglevodlarning, shirinliklarning ko'payib ketganligi asosiy sabab hisoblanadi. Hozirgi kunda bunga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, ichadigan ichimliklarimiz asosan energetiklar, gazli, rangli ichimliklar, shirin ichimliklardan iborat bo'lganligini, yeydigan mahsulotlarimiz oq undan tayinlangan non, xamir mahsulotlari, un mahsulotlari ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bizga ma'lumki, normada qonning pH-i kuchsiz ishqoriy, ya'ni 7,3-7,4 kuchsiz ishqoriy bo'ladi. Shirinliklar, uglevodlar qonni kislotalashtiradi. Natijada qon kislotali muhitda quyuqlashadi va natijada qon aylanishi pasayadi. Bu yirik darajadagi tomirda ma'lum bo'lmasa-da, lekin kapillyar darajada juda yaxshigina belgi bildiradi. Ya'ni qo'l oyoqlarning uchlarida og'riqlar, uvishlar, muzlashlar ko'rinishda va qon tomirlar bo'lmagan bo'g'imlarda, ya'ni bizga ma'lumki, bo'g'im suyuqliklari diffuz yo'l orqali qon tomirlaridan o'sha suyuqliklarning diffuz yo'l orqali sizib o'tishi natijasida bo'g'im suyuqligi hosil bo'ladi. Qon quyuqlashgandan keyin aynan shu bo'g'imlarda qon aylanish buziladi. Natijada bo'g'im suyuqliklari hosil bo'lish kamayib, bo'g'imlarda turli xil og'riqlar yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Suyaklarda ham keladigan kapillyarlarda suyaklar ma'lumki, mayli kapillyar tomirlar bilan qon bilan oziqlanadi. Endi qon quyuqlashgandan keyin suyak darajasi ham qon kelishi buziladi va natijada suyak yemirishlariga sabab bo'ladi. Qancha bemorga qon suyultiradigan aspiringa o'xshagan dorilar buyurmaylik, agar yeydigan mahsulotlar asosan shirinliklardan va xamir mahsulotlardan iborat bo'ladigan bo'lsa, qon baribir quyuqlashadi va borib yirik qon tomirlarida qon aylanish buzilib, insult, infarkt kabi bir qator kasalliklar yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Xo'sh, buni yo'qotish uchun eng avvalo yeydigan mahsulotlarimiz asosan oqsillar va oqsillardan asosiy oqsil mahsulotlari hamda yog' mahsulotlari, oqsil va yog'lardan iborat bo'lishi kerak yeydigan mahsulotlarimiz hamda organik kislotalardan, masalan, organik kislota deganim ya'ni ko'katlardan iborat bo'lishi kerak. Chunki ko'kat mahsulotlari va oqsillar qonni ishqorlashtiradi va natijada ishqorlashgan qon suyuq holatda bo'lib, qon aylanishi yaxshilanadi. Yoki bo'lmasam barcha bemorlarga haftada bir marta ishqoriy suv, ya'ni men barjomiga o'xshagan suvlarni ichishni tavsiya qilaman. Chunki bu barjomi bu ishqoriy suv hisoblanadi, sodali suv hisoblanadi. Uni ichgandan keyin qon aylanishi yaxshilanadi va organizmda ishqoriy muhitni hosil qilib beradi. Ishqoriy muhitda qon aylanishi yaxshilanadi va turli xil har qanday kasalliklarning tuzalish darajasi ham tezlashadi. Uchinchi sababi hozirgi kunda stress darajasining kuchayib ketganligi. Ya'ni hozirgi kunda kelib turli xil pulli o'yinlarning ko'payib ketganligi va turli xil pulli o'yinlarning ko'payganligi va hozirgi davrda yashash tarzining, ya'ni o'sha yashash sharoitining qiyinlashganligi, ya'ni o'sha narx-navo qimmatligi boshqa ko'pchiliklarda o'sha stress darajasining oshishiga olib kelmoqda. Stress natijasida organizmda stress gormoni, ya'ni kortizollar ko'payadi. Birinchi holatda kortizol qonni kislotalashtiradi va yuqori aytganimdek qon quyuqlashib, qon aylanish buziladi. Ikkinchi sababi stress natijasida o'tgan mavzuda aytganimizdek adashgan nerv bor, boshdan chiqadigan ushbu adashgan nerv stressga juda tez reaksiya bildiradi va natijada adashgan nerv yuqoriga qarab ko'tarilishi natijasida butun qorin bo'shlig'i, ayniqsa jigar va oshqozon yuqoriga qarab ko'taradi. Natijada diafragmaning harakati, ko'krak va qorin o'rtasidagi diafragma harakati cheklanadi.
Diafragma harakati cheklanishi o'z navbatda qolgan tanada o'tgan mavzu aytganimizda 7 ta diafragma bor deb aytib o'tdik. O'sha qolgan diafragmalarning ham funksiyasini buzilishga olib keladi. Natijada shu diafragma bilan bog'liq bo'lgan barcha a'zolarda kasallik kelib chiqadi. Masalan, miya diafragmasining funksiyasi buzilishi bosh og'riqlarini kelib chiqishiga olib keladi. O'pka plevra gumbazi diafragmasi pasayishi nafas olishni o'sha o'pkaning kengayish sig'imining, nafas sig'imining pasayishiga olib keladi. Yoki bo'lmasam tas diafragmalarning funksiyasini buzilishi prostatalarning kattalashib ketishiga yoki peshob usholmaslik darajasigacha olib keladi va jinsiy funksiyaning pasayishiga ham olib keladi. Tizza diafragmasining funksiyasi buzilishi tizzalarda og'riqlar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Tovon diafragmasi tovonlarda og'riqlar va piyatishda shporaga o'xshagan kasalliklar ko'payishiga sabab bo'ladi. Uchinchi holatda mana demak aytdik, nerv vagus yuqoriga ko'tarilishi natijasida stressda oshqozonni yuqoriga qarab ko'tarib, yurakni qisishi hisobiga kardionevrozga o'xshagan belgilar yuzaga kelishi, ko'krakda og'riqlar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Jigarning yuqoriga qarab ko'tarilishi jigar ichida o'tning dimlanib, jigar sirrozigacha olib keladi va jigar bilan bog'liq bo'lgan katta ko'krak hamda romsimon, kurak orasidagi romsimon mushaklarning funksiyasini pasayib, bukchayishga, ya'ni bukirliklar bukchayishlar yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. O'z navbatida ko'krak mushaklarining funksiyasi pasayishi kichkina ko'krak, ya'ni qo'lga keladigan qon tomirlarini o'tkazib beradigan kichkina ko'krak mushagining funksiyasini kuchayib, ya'ni tonusining oshib, qo'lga keladigan qon aylanish, qon tomiri va nervlarning qisilishiga va qo'llarda doimiy ravishda uvishlar, muzlashlar, og'riqlar yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Stressning ana shunday salbiy ta'sirlari bor. Endi stressni demak yo'qotish uchun buni qanday oldini olish kerak? Demak, stressni yo'qotish uchun aynan o'sha adashgan nervning stressga chidamlikni oshiruvchi kaliy magniy preparatlarni iste'mol qilishni tavsiya qilamiz. Ikkinchidan biz aytdikki, demak, ushbu adashgan nerv qisilsa, diafragma harakati buziladi deb aytib o'tdik. O'tgan mavzuda aytganimizdek, demak, ushbu diafragma harakatini tiklash uchun barmoqlarni nafas aktida, ya'ni nafas olib, nafasni chuqur chiqargan paytda barmoqlarni qovurg'a orasiga kirgizamiz va shu holatda ushlab turish tavsiya qilinadi ikki tomondan ham. Natijada diafragma, ya'ni chuqur nafas olamiz, chuqur nafas olib chiqargandan keyin qo'limizni qovurg'a orasiga kirgizamizda, yana nafas olib, chuqur nafas olib chiqaramiz. Barmoqlar shu holatda ushlab turamiz. Shu holatda diafragma barmoqlarga tegib, qisilgan diafragmalar bo'shashadi va yuqorida aytganday oshqozon va jigarlarning funksiyasi qayta tiklanib, yuqorida aytgan klinik belgilar yo'qoladi. To'rtinchi sababi telefon va kompyuterlar sistemasining juda kuchli rivojlanib ketganligi. Ya'ni hozirgi kunda ko'pchilik vaqtining asosiy vaqtini telefonda va kompyuterda o'tkazish hisobiga, ya'ni telefon va kompyuterda o'tkazmoqda. Natijada doimiy ravishda telefonga termilib qarash doimiy boshni shu holatga keltirib qo'yadi. Ya'ni telefonga termilib qarash natijasida kuraklar orasida bo'yni ushlab turadigan uzun ekstensor mushaklar bo'ladi. Boshni tik ushlab turadigan. Doimiy oldinga qarab boshni telefonga termilib turish o'z navbatda shu mushaklarning funksiyasini pasayishiga olib keladi. Natijada kuraklar orasidagi mushak funksiyasi pasayib, kuraklar orasida og'riqlar kelib chiqishiga, endi ushbu mushak funksiyasi pasaygandan keyin boshni tutib turadigan bosh va bo'yin o'rtasida kichkina ekstensor mushakchalar bo'ladi. Shularning tonusiga kirib, boshga keladigan qon tomirlari qisilishiga olib keladi. Natijada ko'p vaqtni telefonda yoki kompyuterda o'tkazish surunkali bosh og'riqlarini keltirib chiqaradi. Ikkinchidan, ushbu mushaklarning qisilishi bo'yin umurtqalarining ham qisilishiga olib keladi va bo'yindan butun tanaga tarqaladigan nervlarda qisilish bo'lishi hisobiga hatto mana beldagi bel og'riqlari, ya'ni grijjalar, bo'g'im og'riqlari, mana tizlardagi gonartroz, shu tovon pixiga o'xshagan juda ko'p klinik belgilar yuzaga keladi. Demak, buni oldini olish uchun nima qilish kerak? Ya'ni buni oldini olish uchun demak telefon va kompyuterdan vaqtni kamroq o'tkazish kerak. Ikkinchidan, kuraklar orasida aytdik, uzun boshni ushlab turadigan uzun ekstensor mushaklar bo'ladi deb aytib o'tdik. Aynan shu mushaklarni doimiy ravishda kun davomida bir marta bo'lsa ham massaj qilib turish kerak bo'ladi. Bu barmoqlar yordamida yoki bo'lmasa tirsak yordamida kuraklar orasida massaj qilib turish tavsiya qilaman. Endi 5-sababi, hozirgi kunning eng asosiy sabab hisoblanadi bu. Hozirgi kunda yeydigan mahsulotlarning yumshoqlashib ketganligi asosan. Ya'ni
Hozirgi kunda e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, oldingi davr bilan solishtirib qaraydigan bo'lsak, hozirgi kunda faqatgina biz yumshoq mahsulotlar yeymiz. Ya'ni ovqatlarni o'ta pishirgan holatda yoki bo'lmasa yumshoq nonlar iste'mol qilamiz. Yeydigan mahsulotimiz faqat yumshoq narsalar bor. Qattiq mahsulot umuman deyarli iste'mol qilmaymiz. Oldingi davrga e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, odamlar qattiqroq narsa iste'mol qilishgan. Ya'ni tegirmon undan nonlar yeyishgan, qora saqichka yoki qurut shunga o'xshagan qattiq mahsulotlar iste'mol qilgan. Xo'sh, buni nima bilan nima aloqasi bor tanadagi og'riqlar, bo'g'im og'riqlariga deyishingiz mumkin. Ya'ni aynan qattiq mahsulotlar iste'mol qilganda chaynov mushaklari mahkamlanadi. Yumshoq mahsulotlar esa chaynov mushaklarini bo'shashishiga olib keladi. Chaynov mushaklari bo'shashi pastki jag'ning normaga nisbatan ma'lum bir tomonga qarab siljishiga olib keladi. Aynan pastki jag'ni boshqaradigan to'shonroq so'zma mushagi bor. Ushbu mushak kuchsizlanadi. Natijada unga qarama-qarshi bo'lgan narmosma mushaklarning kuchi oshib, bo'yinni ma'lum tomonga qarab tortadi. Natijada bo'yin grijalari kelib chiqadi. Aynan bo'yin grijalari hisobiga tananing bitta yarmida, o'ng yarmida yoki chap yarmida og'riqlar kelib chiqadi. Hozirgi kunda bunaqa bemorlar juda ko'p. Ya'ni tananing yarmida o'ng qo'lni ko'tara olmaslik, o'ng yelkada og'riq, o'ng tomonlama ko'krak qafasida, qorin a'zolarida yoki bo'lmasa o'ng oyoqda, masalan deylik, o'ng oyoqda grijaga o'xshagan belgilar yoki o'ng tizzada, o'ng tomonda yoki bo'lmasa chap tomonlama shunaqa og'riqlar bo'lgan bemorlar juda ham hozir ko'payib ketdi. Bu aynan shu jag'ning yumshoqlashib ketishi hisobiga, jag' mushaklari, chaynov mushaklarining yumshoqlashib ketishi hisobiga bo'yin umurtqalarida ma'lum tomonga siljib, bo'yin grijalari hisobiga kelib chiqadi. Xo'sh, buni yo'qotish uchun nima qilishimiz kerak? Buni yo'qotish uchun yeydigan mahsulotlarimiz iloji boricha qattiqroq mahsulotlar iste'mol qilishimiz kerak bo'ladi. Qotgan non, qora saqich, oldingi davrga o'xshagan mahsulotni iste'mol qilish kerak. Va ovqatlarni ham iloji boricha chalarroq pishirgan holatda iste'mol qilish tavsiya qilaman. Ikkinchidan, o'tgan mavzuda aytib o'tdikki, chaynov mushaklarini mahkamlash uchun jag'ni 4 tomonlama harakatlantirib, qo'l bilan qarshilik qilasiz. Masalan, mana. O'ngga, chapga, oldinga harakatlantirasiz. Pastga harakatlantirasiz. Har bitta yo'nalishda 30 sekundda jag'ni siljitib, qo'lingiz bilan qarshilik qilasiz. Shunda chaynov mushaklari mahkamlanadi va natijada yuqoridagi og'riqlar yo'qoladi. Videoga ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'linglar.